2026 Chevrolet Damas yangi avlod modeli sifatida yanada zamonaviy ko'rinish va takomillashtirilgan texnik imkoniyatlar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model shahar ichida tijorat va oilaviy foydalanish uchun qulay, ixcham va tejamkor mikroven sifatida o'z o'rnini saqlab qoladi. 2026 yilgi versiyada tashqi dizayn biroz yangilanib, old panjara va bamper yanada zamonaviy shaklga ega bo'lgan. LED kunduzgi chiroqlar esa avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Kuzov mustahkamligi oshirilgan bo'lib, korroziyaga qarshi qoplama uzoq muddat xizmat qilishni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Damas kapoti ostida 8 litrli benzin dvigatel joylashgan bo'lib, u 3 silindrli tuzilishga ega. Dvigatel o'rtacha 38 ot kuchi ishlab chiqaradi va 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi. Ushbu kombinatsiya yoqilg'i tejamkorligini ta'minlab, 100 kilometrga o'rtacha 6-7 litr benzin sarflaydi. Shahar sharoitida yengil boshqaruv va kichik burilish radiusi avtomobilni tor ko'chalarda ham qulay harakatlanishiga yordam beradi. Old gildirakdan tortish tizimi barqarorlikni oshiradi va yuk bilan harakatlanishda ishonchlilik beradi. Salon qismi oddiy, ammo amaliy yechimlar bilan jihozlangan. 7 kishigacha sigim mavjud bo'lib, o'rindiqlar joylashuvi yuk tashish ehtiyojiga qarab o'zgartirilishi mumkin. Ichki makonda mustahkam plastik materiallar qo'llanilgan, yangi modelda esa ovoz izolyatsiyasi yaxshilangan. Old panelda yangilangan spidometr va asosiy ko'rsatkichlar joylashgan. Ba'zi komplektatsiyalarda zamonaviy audio tizim, sport va konditsioner mavjud. Keng yon eshiklar va orqa yukxona qismi tijorat maqsadlarida foydalanishni yanada osonlashtiradi. Xavfsizlik borasida 2026 Chevrolet Damas kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi, old xavfsizlik kamarlarining takomillashtirilgan tizimi va mustahkam tormoz mexanizmi bilan jihozlangan. Old disk va orqa baraban tormozlari ishonchli to'xtashni ta'minlaydi. Rul boshqaruvi yengillashtirilgan bo'lib, haydovchiga uzoq masofalarda qulaylik yaratadi.